Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Cobalt va Nexus avtomobillarini qo'yganmiz. Cobalt avtomobilimizga qilinay turgan ishlar. Xitoy pul beryapmiz, xudo xolasa. O'zini pultidan kalitlarigacha ochtirib, tushadigan qilib, chiroyli qilib ishlatib beramiz. Bu mashinamizda oldin pult bo'lgan ekan. Pultlarni olib tashlab, simlarini umuman olib tashlab, akamizning ishlarini sifatli qilib, xudo xolasa bitkazib beramiz. Oynalar rellarni ham boshqatdan qo'yib, boshqatdan ustirovka qilib, quplanganda oynalar ko'taradigan qilib ishlatib beramiz. Xo'p, Cobalt avtomobilimiz xudo xohlasa pultlari tayyor bo'ldi. Ustirovkasini qilib berdik, kalitlarigacha chiroyli qilib ochib berdik. Ishlashlarini ham, to'shlarini mumkin sentr zamoklarigacha bo'lni qo'yib berganmiz. Esa atkaz qilmasdan chiroyli xizmat qilib beradi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaring mumkin.